O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti dasturi bo'yicha aholi orasida odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi profilaktikasiga bag'ishlangan hamkorlikda targ'ibot tadbirlarini olib borish. Bu borada joriy yilning 1-iyun sanasidan 90 kun davomida targ'ibot oyligi deb belgilangan. Ushbu targ'ibot oyligi doirasida Xorazm viloyatida odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi profilaktikasiga bag'ishlangan targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlab, Xorazm viloyati orttirilgan immun tanqisligi sindromiga qarshi kurashish markazi O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Xorazm viloyati kengashi bilan hamkorlikda sog'lom hayot sari birgalikda shiori ostida maktab o'quvchilari o'rtasida sportning shashka shaxmat turi bo'yicha sport musobaqasi "Sen tasvirla, biz eshitamiz" shiori ostida rasmlar tanlovi o'tkazildi. Yoshlarning o'rtasida o'z kasalliklarni oldini olish yuzasidan sport musobaqalari o'tkazildi. Kasallik oldini olish uchun uni davolashdan ko'ra uni faqat profilaktika tadbirlarini o'tkazish, unga oldini olish to'g'risida kasalliklarni yuqish yo'llari, ularning tarqalishi, shu jumladan uning klinikasi, kasalliklarning belgilari haqida tushuntirish juda maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bugungi kunda mana o'tkazilgan mana shu sport musobaqalaridan shaxmat, shashka musobaqalari, shu jumladan tasviriy san'at musobaqalarida bu yuzasidan keng targ'ibot ishlari o'tkazildi. Shu bilan birgalikda tadbir ishtirokchilari uchun ko'ngilochar konsert va madaniy dam olish dasturlari tashkil etildi. Shuningdek, Mahmud Zamaxshariy nomidagi Xorazm viloyati axborot kutubxona markazida markaz xodimlari va Xorazm viloyati Barkamol avlod maktabi ommaviy tadbirlar tashkillashtirish bo'limi bilan hamkorlikda sog'lom hayot sari birgalikda shiori ostida xalqimizning taniqli vakillari, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, bolalar shoirlari ishtirokida o'quvchi yoshlar o'rtasida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Unda sog'lom turmush tarziga rioya qilish, orttirilgan immun tanqisligi sindromi va yuqumli kasalliklarning oldini olish borasida so'z yuritildi. Bolalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini ahamiyati, kitobxonlik, o'qishga bo'lgan mehr-muhabbatni uyg'otish, ular o'rtasida zararli odatlarni oldini olish va ularni o'sha hayotda to'g'ri yo'lga yo'naltirish maqsadida shu tadbirlarni o'tkazmoqdamiz. Bu kabi tadbirlarning tashkil etilishi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish bilan bir qatorda ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishda katta ahamiyat kasb etadi. Tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti dasturi bo'yicha targ'ibot tadbirlari davom etadi.